Assalamu alaykum. Uyg'ur qarindoshlarim. Men bugun oldinglarga bir chaqiriq bilan chiqib turibdiman. Ya'ni yo'qotib etilgan qarindoshlarimizni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga tizimlatishga safarbarlik qilmoqchiman. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 2 xizmat korpusi bor. Xohlagancha tutib turish qilmishini bekitish xizmat korpusi va majburiy yoki ixtiyorsiz g'oyib qilib o'tish qilmishini bekitish xizmat korpusi. Bu 2 o'ringa tizimlatib bo'lgan qarindoshlarimiz bor. Men shularning biri. Men inim Mavlonni 2019-yili tizimlatgan. Ammo afsuslanarligi, g'oyib qilib etilgan Uyg'ur qarindoshlarimiz necha millionga yetadi-yu, hozirgacha bu 2 o'ringa tizimlatganlarning soni yo'qotib etilganlarning taxminan umumiy sonining 0,1%ga yetmaydi ekan. Bu son ko'payish kerak. Qancha ko'p qarindoshimizni tizimlatsak, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi Uyg'urning ovozi shuncha kuchaydi. Men yaqinda majburiy yoki ixtiyorsiz g'oyib qilib o'tish qilmishini bekitish xizmat korpusidagilar bilan yuzdirani ko'rishdim. Ularmo dal mushundaq bir o'zgarish kutadiganligini bildirishdi. Men buningdan bir umidni va fursatni ko'rgandek bo'ldim. Albatta bu deyishga oson, ammo qilishga undaq oson ishmi emas. Tizimlatishdan boshqa yana ba'zi faoliyatlarni o'rlashtirishmi zarur bo'ladi. Men yaqindan beri allburun tizimlatib bo'lgan yoki tizimlatishga qiziqadi deb o'ylagan qarindoshlarimiz bilan va bu safarbarlikka ovoz qo'shish mumkin deb o'ylagan bir qism shaxslar va o'rinlar bilan aloqalashdim. Inkas yaxshi bo'ldi. Men endi bu safarbarlikni hammanglarning oldiga, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimning oldiga qo'ydim. Vatanda har sekund zulm chekayotgan qarindoshlarimizga bir ish qilsam bo'ladi deb yurib puchunayotgan qarindoshim sizning oldingizga qo'ydim. Qanday natija chiqadi deb ishni boshlamay o'z oldiga to'saq qurib oladigan banaxo'r yoki atalmish xotirjamlikni istaydigan shaxsiyatchining emas, o'z vijdoniga savol qo'yib, vatandagilar mendan umid kutyotadi deb tavakkul qila oladigan qarindoshim sizning oldingizga qo'ydim. İşning beshi bu tizimlatish jarayoni zodi qandoq, tizimlatish jadvalini nerdan topamiz deganlarni to'rda yig'in echib tushuntirishdan boshlandi. Mushu sinalg'i bilan birga yana men bir jadvalning ulanishini avatiman. Mening yuqoridagi mushu safarbarligimga ovoz qo'shilganlar jadvalni to'shqizinglar. Qarindoshlar biroq tizimlatib bo'lgandan keyin keyingi qadamdagi o'rlashtirish to'g'riliq sizlarga pat arada ilxat avatiman. Tamam. To'r yig'inda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga emanet.